Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim mavzuni tushuntirib bermoqchiman. Pensionerlar tibbiy komissiyadan o'tishga majbur qilinadimi? Bu talab kimlarga tegishli? Kimlar xavotir olmasligi kerak va hujjatlarni vaqtida tayyorlamasangiz, pensiya yoki nafaqa to'lovlarida qanday muammolar paydo bo'lishi mumkin? Bu ma'lumot har bir pensionerga, nogironlik pensiyasi olayotgan fuqarolarga, ularning farzandlariga va yaqinlariga bevosita tegishli. Iltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men bunday muhim yangiliklar va huquqiy tushuntirishlarni oddiy tilda yetkazib boraman. Men avvalo bir narsani aniq aytib qo'ymoqchiman. Odamlar orasida endi barcha pensionerlar majburiy ravishda tibbiy komissiyadan o'tar ekan degan gap tez tarqaladi. Lekin har qanday xabarni to'g'ri tushunish kerak. Pensiya oluvchilar bir xil toifaga kirmaydi. Kimdir yoshga doir pensiya oladi, kimdir nogironlik pensiyasi oladi, kimdir boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi, yana kimdir ijtimoiy nafaqa oladi. Tibbiy komissiya talabi ham hammasiga bir xil qo'llanmaydi. Oldin qanday edi? Oldin nogironlik holati belgilanadigan fuqarolar tibbiy mehnat ekspert komissiyasidan, ya'ni ko'pchilik tilida aytganda tibbiy komissiyadan o'tardi. Komissiya fuqaroning sog'lig'i, mehnatga layoqat darajasi, kasallikning davomiyligi, davolanish hujjatlari va shifokor xulosalarini ko'rib chiqardi. Agar nogironlik guruhi ma'lum muddatga belgilangan bo'lsa, muddat tugaganda fuqaro qayta ko'rikdan o'tishi kerak bo'lardi. Endi nimaga e'tibor kuchaymoqda? Davlat organlari pensiya va nafaqa to'lovlarining asosli bo'lishini tekshiradi. Chunki ba'zi hollarda odamning sog'lig'i yaxshilangan bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda hujjatlar eskirgan bo'ladi. Ba'zi hollarda esa fuqaro boshqa manzilga ko'chgan, lekin ma'lumot yangilanmagan bo'ladi. Shuning uchun ayrim pensionerlardan, ayniqsa nogironlik asosida pul olayotganlardan tibbiy ko'rikni yangilash talab qilinishi mumkin. Bu jarayonni to'g'ri tushunmaslik qo'rquv, mish-mish va ortiqcha sarosimaga sabab bo'ladi. Men bu masalani oddiy qilib ajratib beraman. Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, ya'ni erkaklar uchun belgilangan pensiya yoshiga yetib, ish staji va badallar asosida pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, odatda sizdan har yili tibbiy komissiyadan o'tish talab qilinmaydi. Siz pensiyani yoshingiz va mehnat faoliyatingiz asosida olasiz. Masalan, 63 yoshli erkak 35 yil ishlagan, pensiyaga chiqqan va har oy 2 million 400 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsa, uning pensiyasi nogironlik holatiga bog'liq emas. Demak, u faqat pensiyasini davom ettirish uchun tibbiy komissiyaga borish shart emas. Lekin agar siz nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi olayotgan bo'lsangiz, masala boshqacha. Masalan, iki guruh nogironligi 2 yil muddatga belgilangan fuqaro har oy 1 million 800 ming so'm atrofida pensiya yoki nafaqa olayotgan bo'lishi mumkin. Agar komissiya xulosasida nogironlik muddati 2025 yil 20 martgacha deb ko'rsatilgan bo'lsa, demak shu muddat tugashdan oldin qayta ko'rik masalasini hal qilish kerak. Agar fuqaro vaqtida murojaat qilinmasa, to'lovlar to'xtatilishi yoki kechikishi mumkin. Bu jazolash uchun emas, balki to'lovga asos bo'lgan hujjatning muddati tugagani uchun yuz beradi. Yana bir misol. 58 yoshli ayol insultdan keyin 2 guruh nogironligi olgan. U 1 yil davomida davolangan, reabilitatsiya olgan, har oy shifokorga ko'ringan. Komissiya unga nogironlikni 1 yil muddatga bergan. 1 yil o'tgach, uning holati o'zgargan bo'lishi mumkin. Yurishi yaxshilangan, qo'l harakati tiklangan, lekin baribir to'liq mehnatga layoqatli emas. Bunday holatda komissiya hujjatlarini ko'rib chiqib, nogironlik guruhini uzaytirishi, guruhni o'zgartirishi yoki ayrim hollarda nogironlikni bekor qilishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman. Komissiyaga borishdan oldin davolanish tarixini, shifokor yozuvlarini, tekshiruv natijalarini to'liq yig'ib boring. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar nogironlik muddatsiz belgilangan bo'lsa, odatda qayta ko'rik talab qilinmaydi. Masalan, ayrim og'ir va qaytmas kasalliklarda tana a'zosi yo'qotilganda, davolab bo'lmaydigan doimiy holatlarda komissiya nogironlikni muddatsiz belgilashi mumkin. Bunday fuqarolar har yili komissiyaga yugurib yurmasligi kerak. Lekin bu yerda ham bir nozik jihat bor. Agar davlat organlari hujjatlarda nomuvofiqlik ko'rsa yoki fuqaroning holati bo'yicha alohida tekshiruv zarur bo'lsa, qo'shimcha ma'lumot so'ralishi mumkin. Shuning uchun hujjatlarni yo'qotmaslik juda muhim. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotganlar ham alohida toifa. Masalan, ota vafot etgan,
uning voyaga yetmagan farzandi boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsa, bu pensiya bolaning sog'lig'i asosida emas. Marhum boquvchining mehnat faoliyati va bolaning huquqi asosida beriladi. Bu holatda bola tibbiy komissiyadan o'tishi shart bo'lmaydi. Lekin agar pensiya nogiron farzand sifatida olinayotgan bo'lsa, unda tibbiy xulosa masalasi paydo bo'ladi. Yana amaliy misol keltiraman. Bir oilada bu yoshga doir pensiya oladi. O'g'il 3 guruh nogironligi bo'yicha nafaqa oladi. Nabira esa boquvchisi yo'qotganlik pensiyasi oladi. Uchalasiga talab bir xil emas. Bu pensiya yoshiga yetgani uchun odatda komissiyadan o'tmaydi. O'g'il nogironlik muddati tugayotgan bo'lsa, qayta ko'rikdan o'tadi. Nabira esa yosh va o'qish holati bo'yicha hujjat topshirishi mumkin. Tibbiy komissiya esa faqat nogironlik asosida pul olayotgan bo'lsa kerak bo'ladi. Endi men eng muhim nozik tomonlarni tushuntiraman. Birinchi tuzoq. Menga hech kim qo'ng'iroq qilmadi, demak bo'lishim shart emas deb o'ylash. Bu noto'g'ri. Agar sizning tibbiy xulosangiz muddati tugayotgan bo'lsa, siz o'zingiz ham mas'uliyatli bo'lishingiz kerak. Ba'zan xabar kechikadi. Ba'zan telefon raqam o'zgargan bo'ladi. Ba'zan xat eski manzilga boradi. To'lov to'xtagandan keyin yugurishdan ko'ra muddati tugashidan 2 oy oldin harakat qilish ancha oson. Ikkinchi tuzoq. Faqat eski ma'lumotnoma bilan borish. Komissiya sizda ilgari shunday kasallik bo'lgan degan gapga emas, hozirgi tibbiy holatingizni tasdiqlovchi hujjatlarga qaraydi. Masalan, yurak kasalligi bo'yicha nogironlik olayotgan fuqaro oxirgi 1 yilda kardiologga bormagan. EKG, UZI qon tahlillari, shifoxona epikrizi yo'q. Komissiya bunday holatda to'liq xulosa chiqarishda qiynaladi. Fuqaro esa men 5 yildan beri kasalman-ku deb e'tiroz bildiradi. Men bunday vaziyatlarda doim tushuntiraman. Kasallik borligi boshqa, uning bugungi og'irlik darajasi hujjat bilan tasdiqlanishi boshqa. Uchinchi nozik jihat, guruh o'zgarishi mumkin. Ba'zi odamlar tibbiy komissiyaga borishni pensiyadan butunlay mahrum bo'lish deb qabul qiladi. Aslida komissiya turli qaror chiqarishi mumkin. Masalan, 2 guruh 3 guruhga o'zgarishi mumkin. 3 guruh uzaytirilishi mumkin. 1 guruh belgilanishi mumkin yoki muddatsiz nogironlik berilishi mumkin. Agar odamning holati og'irlashgan bo'lsa, aksincha u o'z huquqini himoya qilib, yuqoriroq guruhga asos bo'ladigan hujjatlarni taqdim etishi kerak. Ya'ni komissiya faqat kamaytirish uchun emas, holatni adolatli baholash uchun ham kerak. 4-chi muhim jihat yotib qolgan, yura olmaydigan. Og'ir ahvoldagi pensionerlar. Ko'pchilik onam yura olmaydi, qanday qilib komissiyaga olib boraman deb qiynaladi. Bunday holatda tibbiyot muassasasiga murojaat qilib, uy sharoitida ko'rik yoki maxsus tartibda hujjat ko'rib chiqish imkoniyatlarini so'rash kerak. Har bir vaziyatda tartib bir xil bo'lmasligi mumkin, lekin bemor odamni majburan ko'tarib navbatda qiynab qo'yish to'g'ri emas. Siz shifokor orqali bemorning ahvolini tasdiqlovchi ma'lumotnoma, epikriz, tashxis, tash parvarishga muhtojligi haqidagi xulosalarni tayyorlashingiz kerak. 5-tuzoq, hujjatlardagi ism, familiya, tug'ilgan sana. Pasport ma'lumotlaridagi xatolar. Men amaliyotda ko'p ko'rganman, bir joyda Karimov, boshqa joyda Karimova. Tug'ilgan kun bir hujjatda 12 may, boshqasida 20 may yozilgan bo'ladi. Bunday mayda ko'ringan xatolar pensiya ishida katta kechikish keltirib chiqaradi. Shuning uchun tibbiy hujjatlar, pasport yoki ID karta, pensiya daftarchasi, bank kartasi ma'lumotlari bir-biriga mos bo'lishi kerak. 6-nozik masala. Pensiya to'xtab qolsa pul butunlay kuyadimi? Har doim ham emas. Agar fuqaro uzrli sabab bilan vaqtida komissiyadan o'ta olmagan bo'lsa, masalan kasalxonada yotgan bo'lsa, og'ir ahvolda bo'lsa yoki hujjatlarni rasmiylashtirishda obyektiv sabablar bo'lsa, keyinchalik masala qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin buning uchun og'zaki gap yetmaydi. Kasalxona epikrizi, shifokor xulosasi, ariza, murojaat sanasi kabi dalillar bo'lishi kerak. Shuning uchun men har bir qog'ozni saqlang deb bekorga aytmayman. 7-jihat, tanish orqali hal qilaman degan xavfli fikr. Tibbiy komissiya masalasida eng to'g'ri yo'l qonuniy hujjat va real tibbiy holatdir. Agar kimdir sizga pul bersangiz, guruhni uzaytirib beraman desa, bu juda xavfli. Siz pulingizdan ham ayrilishingiz, keyinchalik hujjatlaringiz tekshiruvga tushsa, undan ham katta muammoga duch kelishingiz mumkin. Men sizga ekspert sifatida shuni maslahat beraman. Hammasini qonuniy qiling, ariza nusxasini oling. Qabul qilingan hujjatlar ro'yxatini saqlang. Qaror bilan tanishing. Endi aniq qadamlarni aytaman.
Birinchi qadam, o'zingiz olayotgan to'lov turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Nogironlik nafaqasimi yoki bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Buni pensiya jamg'armasi bo'limidan yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali yoki o'zingizdagi pensiya hujjatlaridan bilishingiz mumkin. To'lov turini bilmasdan turib, tibbiy komissiya sizga majburiymi yoki yo'qmi? Aniq aytish qiyin. Ikkinchi qadam, nogironlik xulosangiz muddatini tekshiring. Hujjatda muddatsiz deb yozilganmi yoki aniq sana ko'rsatilganmi? Agar aniq sana bo'lsa, masalan 2026 yil 15 yanvargacha deb yozilgan bo'lsa, dekabr oyidayoq oilaviy poliklinikaga yoki sizni kuzatib boradigan shifokorga murojaat qiling. Oxirgi kunga qoldirmang. Oxirgi kunda navbat ko'p bo'ladi. Tahlil natijalari chiqmay qoladi. Shifokor ta'tilda bo'lishi mumkin. Uchinchi qadam, hujjatlar papkasini tayyorlang. Men odatda quyidagilarni tavsiya qilaman. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya yoki nafaqa olishingizni tasdiqlovchi hujjatlar, avvalgi tibbiy komissiya xulosasi, ambulator karta, kasalxonada yotgan bo'lsangiz epikriz. Oxirgi tahlillar, UZI, MRT rentgen, EKG yoki boshqa tekshiruv natijalari, to'r mutaxassislar xulosasi. Agar sizning kasalligingiz yurak bilan bog'liq bo'lsa, kardiolog, asab tizimi bilan bog'liq bo'lsa, nevropatolog, ko'z bilan bog'liq bo'lsa, oftalmolog, suyak yoki harakatlanish bilan bog'liq bo'lsa, travmatolog yoki ortoped xulosasi muhim bo'ladi. To'rtinchi qadam, shifokorga vaziyatingizni aniq tushuntiring. Menga guruh kerak deb emas. Mening holatim mana bunday. 200 metr yursam nafasim qisadi, o'ng qo'lim ishlamaydi. Kuniga 2 marta dori ichaman. Mustaqil kiyinolmayman, ishga chiqolmayman deb aniq ayting. Tibbiyotda umumiy shikoyatdan ko'ra kundalik hayotga ta'sir qilayotgan cheklovlar juda muhim. Komissiya ham aynan shunga qaraydi. Odam o'zini parvarish qila oladimi? Harakatlana oladimi? Ishlay oladimi? Doimiy davolanishga muhtojmi? 5-qadam. Ariza va murojaatlaringizni yozma qiling. Agar sizni komissiyaga yuborishmayotgan bo'lsa, qaysi hujjat yetishmayotganini yozma ravishda so'rang. Agar pensiya to'lovingiz to'xtab qolgan bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga yozma ariza bering va sababini tushuntirib berishni so'rang. Og'zaki ertaga keling, keyin bilasiz degan javoblar bilan qolmang. Yozma murojaat bo'lsa, sizning huquqingizni himoya qilish osonlashadi. 6-qadam. Qaror bilan tanishing va rozi bo'lmasangiz shikoyat qiling. Agar komissiya nogironlikni uzaytirmasa yoki guruhni pasaytirsa, bu qarorga ko'r-ko'rona rozi bo'lish shart emas. Siz qaror asoslarini so'rashingiz yuqori turuvchi komissiyaga yoki tegishli organlarga murojaat qilishingiz mumkin. Lekin shikoyat ham hissiyot bilan emas, hujjat bilan bo'lishi kerak. Masalan, men rozi emasman deyish kamlik qiladi. Menda falon sanada olingan MRT xulosasi bor. Falon shifoxonada davolanganman. Shifokor mehnatga layoqatim cheklanganini yozgan deb dalillarni ko'rsatish kerak. 7-qadam. Farzandlar va yaqinlar yordam berish kerak. Ko'p pensionerlar hujjat yig'ishda qiynaladi. Internetdan foydalana olmaydi. Navbatda turishga sog'lig'i ko'tarmaydi. Shuning uchun men farzandlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangizning pensiya yoki nogironlik hujjatlariga befarq bo'lmang. Bir kun vaqt ajratib hujjatlar papkasini tartibga solib bering. Telefon raqami yangilangan bo'lsa, tegishli organlarda ma'lumotni yangilang. Bank kartasi muddati tugayotgan bo'lsa, oldindan almashtiring. Bu kichik ishlar keyinchalik katta muammolarning oldini oladi. Yana bir amaliy holatni ko'rib chiqamiz. 67 yoshli pensioner yoshga doir pensiya oladi, lekin keyinchalik og'ir kasallik sabab parvarishga muhtoj bo'lib qoladi. U men allaqachon pensionerman, endi nogironlik rasmiylashtirishning foydasi bormi deb o'ylashi mumkin. Bunday holatda tibbiy komissiya orqali nogironlik belgilanadigan bo'lsa, ayrim qo'shimcha imtiyozlar, dori-darmon, reabilitatsiya, parvarish yoki boshqa yordam masalalari ko'rib chiqilishi mumkin. Demak, tibbiy komissiya faqat pensiyani to'xtatish uchun emas, ba'zan pensionerning qo'shimcha huquqlarini ochish uchun ham kerak bo'ladi. Yana bir misol, o'chi guruh nogironligi bor fuqaro ishlayotgan bo'lsa, komissiyadan qo'rqmasligi kerak. Nogironlik guruhi bor odam umuman ishlamasligi shart degan tushuncha har doim ham to'g'ri emas. Muhimi uning sog'lig'i, ish sharoiti va mehnatga layoqat darajasi. Agar u yengil ishda ishlayotgan bo'lsa, bu avtomatik ravishda nogironlik bekor qilinadi degani emas. Lekin komissiya uning real faoliyatini ham hisobga olishi mumkin. Shuning uchun ish joyidan
ma'lumotnoma, mehnat sharoiti, ish hajmi haqida ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Men yana bir ogohlantirish beraman. İjtimoiy tarmoqlardagi vahimali xabarlarga ishonib, hujjatlaringizni tashlab qo'ymang. Kimdir hammani komissiyaga chaqirishyapti deydi. Kimdir bo'lmasang pensiyani kesishadi deydi. Kimdir endi pensionerlar har yili tekshiruvdan o'tadi deydi. Aslida har bir holat alohida ko'riladi. Siz uchun eng to'g'ri manba pensiya jamg'armasi bo'limi, oilaviy poliklinika, rasmiy davlat portallari va tibbiy komissiyaning o'zi. Men ham ekspert sifatida sizga aynan shuni maslahat beraman. Avval o'z hujjatingizni tekshiring. Keyin xulosa qiling. Demak, bugungi mavzuda eng asosiy fikr shuki, barcha pensionerlar bir xil tartibda majburiy tibbiy komissiyadan o'tadi deb vaymaga tushish kerak emas. Lekin nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotgan, nogironlik muddati tugayotgan, hujjatlarda noaniqlik bor yoki sog'lig'i o'zgargan fuqarolar bu masalaga juda jiddiy qarash kerak. Vaqtida poliklinikaga boring, hujjatlarni yig'ing, komissiya sanasini o'tkazib yubormang. Qaror bilan tanishing va zarur bo'lsa shikoyat qilish huquqingizdan foydalaning. Men sizlardan so'rayman, agar siz yoki yaqinlaringiz tibbiy komissiyadan o'tgan bo'lsa, tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Qaysi hujjatlarni so'rashdi? Qanday qiyinchilik bo'ldi? To'lovlarda kechikish yuz berdimi? Sizning izohingiz boshqa pensionerlarga juda katta yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki nogironlik pensiyasi olayotgan tanishlaringizga yuboring. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z pensiyasi, nafaqasi va huquqlarini ancha yaxshi himoya qiladi.